Assalomu alaykum, hurmatli Uchko'prik tumani hokim buva. Meni avvalo kechirasiz, bitta narsaki, mana shu yerda shu 40 kishiga 15 sotikdan yer berilgan. Shuni olganmiz. Endi undan oldin, sizlar bermasdan oldin mana shu yerda bitta o'sha fermer bo'lgan Zayniddin degan bola mana shu yerga terak ekkan, boshqa ekkan, qilgan. Keyin biz aytdikki, ukajon, endi biz oldik bu joyda. Biz olgandan keyin bizga mishet qilyapti, ana yong'og'ingiz, teragingizdan menga suv xo'jaligi bergan. Men bu yerda joyni egasiman deb mana shu joydan bizni yomon qiynavardi. Qiynagandaki yomon qiynavardi. Qanday qiynadi? Salqin yerdan hosil ololmayapmiz. 15 sotik yer bo'lsa, yarmini salqin bilan o'tkazib, yarmini 7 sotik, 7,5 sotik yerdan foydalanyapmiz xolos. Biz o'shanga ham o'zimiz shu nabiralarimizni o'ylab o'sha 300 mingdan shu yerda nimasini, nalogini to'lab turibmiz. Nima qilishimiz kerak hokim bor? Shuning uchun Toshkentga chiqilib prezidentga shuni ham arz qilishimiz kerakmi? Shuni o'zingiz ijobiy hal qilib bering. Prokuror bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham aytib qilib beringlar. Men nima qilishimni bilmay qoldim hozir. U gapim o'tmayapti ularga. Aytsang, menda suv xo'jaligi boshlig'i menga bo'ysunadi, meni aytganimni qiladi. Ekomiz sherimiz deydi, terak ekib olgan, boshqa qilgan. Nihoyatda qiynalyapmiz. Hokim buva, siz o'zingiz ijobiy hal qilib bering shuni bizga. Men qiynalyapman. Men emas, mendan tashqari odamlar qiynalyapti. Men ichim achib ketyapti. 3-4 odamga ziyoni teyapti shu yerda. Chetdan bola chaqasini baqamadi, hammasi o'sha kambag'allikdan boshqadan chiqib ketib shu harakat qilayotgan odamlar qiynalyapti. Nima qilish kerak hokim buva? Shuni hal qilib beralasizmi yo'qmi? Bo'lmasa men prezidentga chiqaman men. Lekin shu prezidentga yetib bormasin deyapman xolos. Mana shuni bilib oling bo'ldi, boshqa gapim yo'q.